Qo'l ishorati bilan salom qilish to'g'rimi? Savol. Assalomu alaykum. Mashinada ketayotganda yoki boshqalarni yiroqdan ko'rganda qo'limizni ko'tarib salom qiladi ekanmiz. Assalomu alaykum demasdan qo'l ishorati bilan salom qilish to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Salamlashishning ijtimoiy roli intayin cho'ng bo'lib, dinimizda ikki musulmon uchrashganda birining yana biriga salom berishi go'zal axloq jumlasidan bo'lgan mustahab ish bo'lsa, salom qilingan kishining salom qilg'uchining salmini ilik elishi vojibdir. Salomni odatdagi ahvolda assalomu alaykum yoki salomun alaykum deb og'zaki beramiz. Uningga va rahmatullohi va yana va barakatuhu qatilsa, buning bilan birlikda qo'l elishib ko'rishsa, texmi mukammal bo'ladi. Yuqorqidek salom qilganimizda qo'shimcha har bir qavm odatlangani bo'yicha qo'l ishorati qilinsa, masalan, biz turkistonliklarda o'ng qo'lni maydaga qo'yib oldiga sal yangishdak yoki boshqalarda qo'lini ko'tarish yoki beshini sal egishdak imo ishoralar qo'shilsa bo'laverdi. Bir hadisda kelishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni masjiddan o'tib ketib, o'ltirgan bir guruh ayol jamoatga qo'li bilan ishorat qilib salom qilgan. Bu hadisning yana bir xil rivoyatida bizga salom qildi deb kelgan bo'lg'achqa, olimlar mazkur voqelikni ham og'zi bilan, ham ishorati bilan salom qilgan deb tushungan. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollar jamoasi sal yiroq bo'lg'achqa yoki varang-surungda salomni anglamaydigan bo'lg'achqa, og'zi bilan salom qilib, qo'li bilan ishorat qilgan. Buningga asosan gaz-kachalarga, salomni anglayolmaydigan bemorlarga, yiroqdagilarga, to'y to'kinlardagidek varang-surung ichidagilarga og'zimizda assalomu alaykum deyish bilan birga qo'l yoki bosh ishorati qilsak bo'ladi. Ammo assalomu alaykum demasdan ishora bilanla salom qilish yomon ko'riladigan tanzihiy makruh ish bo'lib, bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni mundoq cheklagan. Yahudi nasoralarning salom qilishidek salom qilmanglar. Ularning salom qilishi alqanda ishorat qilish bilan bo'ladi. Uning ustiga assalomu alaykum degan salom Allohning ismini tilga olish jihatdan bir zikr, salomatlik tilash jihatdan bir duo tilak bo'lib, hadisda kelgandek kishilarga salom qilishning o'zi bir sadiqadir. Ağzı boshqa bir ish bilan mashg'ul yoki shuningdek uzrlik ahvollarda og'zaki salom qilolmasa yoki salomga og'zaki javob qaytarolmasa, qo'l yoki bosh ishorati bilan kifoyalansa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.